Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 20-avgust 2026-yil navbatdagi laboga ham tun ko'ra bo'ldik. Labon egalari kanalimizdan ko'ra Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidan ketdi. Labon atrofiga ham polni shumkali qilib tunkalar urib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Bu joylarni konteyner pollardan qo'yib ishlatganmiz. Peneplekslar shumkalargacha qilingan. Bu narsalar tolimizda tegsa hech qanaqasiga bukilmaydi, qirilmaydi. Mana bu joylari ham 1,5 sm tagi qaytgan holatda, mana ochganda qo'lda kesmaydi. Tagi ham shunaqa holatda bo'ladi. Mana samolizya klubkalari bo'lmaydi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu ekrandagi raqamlar ishlaydi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Ikkinchi raqamimiz bor. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'ida bo'ladi. Zakotovkalar bor, 1 soat 1,5 soat o'rnatib xotir beradi. Alohida yoniga quti, orqa duga, tomiga bagaj, poliga rezinka tunkalar ham bor. Kamchiliklar olsa yozasizlar, do'stlar, yaqinlarga borib qo'yinglar. Kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.